Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, salom sizlarga. Shu ko'rib turgan joy o'rnimiz sotiladigan manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 yo'l tuman 4 shahrning o'zida Sputnikdamiz. Nurli yo'l, Nurli zamin va Nurli yo'l 11 ekan. Hozir videoning oxiridan girib kelish kerakligini hammasini ko'rsatamiz. Общий yer maydoni 10 sotik, dokumentlar hamma narsasi bor, gazi, suvi, vodoprodi hamma narsasi bor. 4 shaharning o'zidan joy o'rni so'rab yurtdoshlarimiz videoni tashlab qo'yamiz do'stlar. Aytib o'tganimizdek, общий yer maydoni 10 sotik, dokumentlar hamma narsasi bor do'stlar. Chegaraga kelamiz, chegara bilan taraf chorva bilan o'rab turibdi yana. Ben tarafning chegarasi ham joydan 1,5 metr bu tarafdan ketadi yana. 2 metr ham chiqadi ekan hozir. Shu ko'rib turgayna 2 xonali hozir molxona sifatida turibdi. Shu ham shundan ketadi yana. Shuni yo'l ketgan bilan tarafga qarab Hop, ben tarafı chegarasi shuni ketgan do'stlar. Yana Gepason yerlar ham bir yeri ters yunsang ko'karib ketaveradigan yerlardan do'stlar, yana ko'rib turibsizlar buni. Ajoyib yerlar, yerdan foydalanib o'tiribdilar. Qo'shni ham yashab o'tiribdi. Gazdan, svetdan xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Akarsuv ham bor. Akarsuv ham yoqdan kelib turibdi, polni. Ben tarafning chegarasi ham yana ketgan. Ajoyib yerlar. Ben tarafım şu çarpı bilen 16 tuttu deyişti var ki yerlerden hem bir mola faydalanıverseniz ne болады dostlar. Ben tarafına yer ekip koydular. Eğer ben taraftan joy salınmandıysa ben taraftan joy salsanlar ham bo'laveradi. Gengik ben taraftan ham yer ekip ekseniz ne bo'ladi. Yo'l ham shuning to'g'ri kelaveradi. Shu yer dostlar. Bu joy o'rnimizga sotkina 2400 dollardan aytilib turibdi. Gelişip qaytib beriladi. Aytilgan baho sotilmaydi. Variantlarni bemalol telefon orqali gaplashaverasizlar do'stlar. Biz esa neden girib kelish kerakligini ko'rsatamiz endi. Sotilgan joyimiz shu do'stlarlar. Biz hozir katta yo'lga chiqqandan keyin yo'l ko'rsatib qolamiz, xudo xolasa. Qo'shni aytib o'tganimizdek yashab o'tiribdi, akarsuv ham kelib turibdi, gazi, suvedi, vodoprod hamma narsasi bor do'stlar. Katta yo'l esa meni yamat yo'l emas, o'shunday kelmaslik bo'ladi. Geldik shu katta yo'l. Bu ko'rib turganlarimiz Durdagi Erkin Tex deb aytiladi. Ko'pchilik biladi bu yeri. Shu o'rnidan ko'chadan kirib kelasizlar. Ben taraftan gelsenglar şu aytib o'tganimizdek Go'rgazning ko'chasi bu. Ben taraf Qo'poradan tarafdan kelamiz, ben taraf. Mol bozor tarafdan keladi. Ben taraf esa Svetofor ko'pchilik biladi Go'rgazning ko'chasi bilan. Ekranlar telefonu menga kim qiziq bo'lsa, bog'lanaverasizlar. Yetib olgan shu rahmat, sog' salomat bo'lmay, keyingi videolarda görüşümüze yetkazgan olsangiz,